Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Musulmon xalqlar qurultiyida Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidayatullo O'g'izxon so'z qildi. Shvetsiya parlamentida Xitoyga yangi pozitsiya tutish taklif loyihasi ma'qullikdan o'tdi. Afg'onistonda bola o'limlari bag'ansir ko'paymoqda. Uyg'ur san'atlaridan Kucha bog' saylisi mashribi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 14 dekabr kuni Anqarada 28 navbatlik Musulmon xalqlar qurultiyi ochilgan bo'lib, 63 davlatdan 123 vakil qatnashgan. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidayatullo O'g'izxon qatnashib so'z qilgan. Mazkur yig'inda Xitoyning millionlagan Uyg'ur va qozoqlarni lagerlarga qamag'anligi asos tema qilingan. 28 navbatlik Musulmon xalqlar qurultiyida Turkiyaning sobiq muavin bosh ministri va sobiq parlament raisi Bülent Arnich butun dunyo musulmonlarini Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirib, Uyg'ur musulmonlarining hozir duchor bo'layotgan zulmga qarshi ovoz chiqarish kerakligini, Sharq Turkiston uchun nimalarni qilish temasining muzokara qilinishi kerakligini o'tirib qo'ygan. 2 kunda davomlashgan yig'inga Uyg'urlarga vakolatan qatnashgan Hidayatullo O'g'izxon so'z qilib, Uyg'urlar hozir duch kelayotgan og'ir vaziyat to'g'risida doklad berib, musulmon davlatlarini, butun dunyo miqyosidagi musulmonlarni Uyg'ur musulmonlariga ega chiqishga, islom dunyosini bu zulmni to'xtatish uchun Xitoyga besim qilishga chaqiriq qildi. Yig'in oxirida islom dunyosidagi masalalar va hal qilish yo'llari temasida xulos doklad e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur va qozoq qatorliq musulmon xalqlarga olib berayotgan besim siyosatini to'xtatishi, jazo lagerlarini darhol taqish ta'kidlangan. 17 dekabr kuni Shvetsiya parlamentida Xitoyga yangi pozitsiya tutish taklifi loyihasi ma'qullikdan o'tgan. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining mas'ullaridan Nijot Turg'unning bergan ma'lumotlarga asoslanganda 100 betlik mazkur taklif loyihasi Shvetsiya davlatining Xitoy bilan bo'lgan siyosiy, iqtisodiy, diplomatik munosabatlarda pozitsiyasini o'zgartirish, Shvetsiya hukumatı Shvetsiya davlati va Yevropa ittifoqining manfaatini chiqish qilgan holda Xitoyga yangi pozitsiyada muomala qilishni ishga oshirishni asos mazmun qilgan bo'lib, Uyg'urlar va jazo lagerlari masalasi uning bir tarkibiy qismi bo'lgan. 13 dekabr kuni Shvetsiya parlamentida Uyg'urlar va jazo lagerlari masalasi to'g'risida bir navbat talash tortish bo'lib, 8 partiyaning vakillari Shvetsiya tashqi ishlar ministrligidan Uyg'urlar uchrayotgan bu zulmlarni to'sib qilish, jazo lagerlarini amaldan qoldirish uchun zodi nima ishlarni qilganligini so'rgan va javoblarga erishgan. Shvetsiya hukumatining tashqi siyosatini qayta ko'zdan kechirib, yangi Xitoy strategiyasini o'tirib qo'yishiga, Xitoyga boshqacha pozitsiya tutishga sabab bo'lgan ko'plagan omillar bo'lsa-mu, buning ichida asosligi Xitoyning Shvetsiya hukumati va matbuotlari qilayotgan hujumlari, Shvetsiya hukumatiga qarshi har xil mudohalasi, iqtisodiy uchurlari ham harbiy texnik quvvatlarni o'g'irlash, setib olishga urinish qilmishlari muhim omil bo'lib hisoblangan. Uning qatorida Xitoyda kunsir yomonlashayotgan kishilik huquq vaziyati, Xitoyning jazo lagerlari siyosati va Uyg'urlar selayotgan og'ir zulmlarmi bu omillar qatoridan yer olgan. Ma'lumotlarga asoslanganda yangi Xitoy strategiyasi deb ataladigan Xitoyga yangi pozitsiya tutish taklif loyihasi oldimizgi kunlarda Shvetsiya parlamentida qarorga bog'lanib, Shvetsiya hukumatining ijro qilishiga suniladi ekan. Uningda Uyg'urlar va jazo lagerlari to'g'risida zodi qanday konkret qarorlarning o'tirg'i chiqishi hozircha ma'lum emas. Afg'onistonda bu yilning dastlabki 9 oy ichida o'lgan yoki majruh bo'lib qolgan bolalarning soni bo'ltirning o'xshash mazgilga solishtirganda 11% oshgan. Uzun yillardan buyon ichki urush va qurg'oqchilikning temir topini ostida qattiq ezilayotgan Afg'oniston dunyo bo'yicha eng xatarli davlatlarning biri bo'lishni davomlashtirmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bolalar yordam fondi jamiyatining doklatiga asoslanganda, Afg'onistonda 2019 yilning dastlabki 9 oy ichida zo'ravonlik sababidan har kuni o'rtacha hisob bilan 9 bola o'lib ketadi ekan yoki majruh bo'lib qoladi ekan. Bolalar o'limlari va yorilish ahvollari eng ko'p ko'rilgan viloyatlar Kabul, Nangarxar, Paktiya, Helmand va Qandahar qatorliqlar. Afg'onistonda 2 million bola yetarlik oziqlanmaslik va sifatsiz oziqlanish sababidan turli kasalliklarga giribtor bo'lib, davlatdagi zo'ravonlik vaqalarining og'ir zarbasiga uchragan. Ko'p sondagi bolalar psixologiyalik kasalliklarga giribtor bo'lmoqda. Uyg'ur madaniyatining qadimki bo'shiklaridan biri bo'lgan Kucha o'zining mo'l va rangarang madaniyat san'at boyliqlari bilan olamga mashhur. Kucha bog' saylisi mashribi qadimki Uyg'ur mashrablarning muhim tarkibiy qismi bo'lib, mutlaq Kucha naqsh usul musiqalarini asos qilgan yerlik puriqi o'zgacha, ommaviylikka keng, mazmunga boy, jonliq uslub ega ilmiy san'at shaklining biri. Kucha mashrablari faqat Kucha naqsh musiqalarini asos qilgan holda taraqqiy qilib, xalq ichiga singgan ham rivojlangan. Kucha mashrablari 30 xilga yaqin bo'lib, bir-biridan farqlanadigan nafis san'at shakliga va o'ziga xos aloyidliklarga ega. Vaqt, joy xarakterli xalq san'atidir. Bog' saylisi mashrabiga xalq san'atkorlari qatnashib qolmasdan, balki Kuchaning xon ordisidagi usulchilar, sozandilar, hatto xon va ordi baglari qatnashgan. Bu mashrabda yakki kishilik, ko'p kishilik va ko'p kishilik naqshlar, usullar, qiziqchiliklar, lapar, beyt, qo'shiqlar, taxlidiy usul va hikmatlar ayon bo'ladi. Bir kipaslar chilim o'ynaylik. Teshtiriblar. Tishli. Kasa.
Neçe kıtım öylerin aldığını desem Seyna kızım depmi koymala. Köylüge yapmayman mı? Gümlü bəsle diyen gel birdiğe iş yok mu? Sorunun kaydısı boyunca alınırsın. Bu da bir bet koşaklı vardı. Nem desem bula. Xəbərlərimizi kögünə Allah rəhmət. Görüşkücə aman bulunlar. Xeyri xoş. Allah qamanet.